Klassika sevuvchi qizlarimiz uchun juda ham chiroyli bo'lgan, shunaqangi ko'ylaklarimizni olib kelib qo'yganmiz. Qiziljoyli bemalol ofislarga kiysa ham bo'ladi. Yeng qismini qaranglar, qanaqa chiroyli qilib ishlangan. Shunaqangi Swarovski toshlar bilan bezatib qo'yganmiz. Oldi qismida tumachalar bo'ladi. Prям pastgacha ham yechiladi. Pastki qismida shunaqangi bitta qo'sh etagi bo'ladi va shunaqa qilib belbog'ini boylab olsanglar, belinglar shunaqangi chiroyli bo'lib turadi qizlar. Buni aylantirib, o'rgiltirib kiyib yursanglar bo'ladi. Ikkita chetida shunaqangi cho'mtaklari ham bo'ladi qiziljoylar. Rosa ham udobniy. Narsalarni solasizlar-yu ketasizlar. Juda ham chiroyli rasvetkalarda olib kelib qo'yganmiz. O'zim kiyib olganim shunaqangi izumrudniy rangini, juda ham chiroyliligini qaranglar. Shunaqangi varotniklarda ham Swarovski toshlar bo'ladi. Bogati ko'rinadi rosa ham va shunaqangi bazvi qora rasvetkada ham olib kelib qo'yganmiz. Garoshka sevuvchilari ayniqsa shunaqangi ko'ylaklarimizdan xarid qilib ketishligi mumkin. Buni ham shunaqa qilib, chiroyli qilib Swarovski toshlar bilan varotniklarni bezatib qo'yganmiz. Yeng qismlariga bitta ahamiyat berishinglarni xohlayman. Rosa ham chiroyli bo'lib turadi. Narxlariga keladigan bo'lsak, rosa ham hamyonbop. Atigi 450 ming so'mdan xarid qilib olsangiz bo'ladi. Razmerlariga keladigan bo'lsak, 46 dan 64 gacha bemalol to'g'ri keladi. Hadicha brend do'konimizda hammanglarni kutib qolamiz. Agarda kela olmay qolsanglar, butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz mavjud.